kelin, ichingizda qultiriz bor mana bola. Bizning uyda ovqatni kattalar boshlaydi, xo'pmi? Ey dadasi, kim esmi siz ey? Hozir mana. Pishdim ovqat hozir boraman mana. Hozir. 1 minut. Oshmi? Bitta tuvalga kirib chiqay hozir. Voy, tuvalet suv ketmayapti. 6 sekund. 1 minut. Hozir. Bu kishiniki nuqul ovqat payti tutadi. Hozir. 1 minut. Dada, qornimiz ochqab ketdi, kelasizmi? O'lib ket murdashav. Uzr. Hozir. Qo'y hidi bo'pti. Popolarimni almaytirib chiqay. 1 minut hozir. Ina hozirchilikda o'laman. Excuse me. O'lay. Endi qayerga? Chotim yirtiq kelin oldidan o'qilay. Chotimni kuydirib chiqqan. Sorry. Hammada. Qarang, bismillah. Dilnoza qizing telefon qilyapti. Alo. Qani endi bismillahirrohmanirrohim. Padaringga la'nat. Hozir 1 minut. Jim o'tiring, chiqaring yoqdimi? Mana sen ering. Eshityapman kelin. Masanga qanaqa kabel qo'yganmi uyga? Zaminkani bo'lib portlabdi-ku. Oddiy kabel qo'y. Sifatsizdan qo'ydingmi? Men senga artikul kabellardan qo'ygin degandim. Buni ichidagi simi toza misdan. Har bir metri bor-ku, tekshirilgan. Yozda ham, qishda ham cho'tki ishlaydi. Zaminkani bo'lmaydi, portlamaydi, tokni zo'r o'tkazadi. Agar mana shu kabellardan uyimizga polni o'tkazsak, ishon butun umr xizmatimizni qiladi. Zo'r. Bo'pti, kayfiyatni buzmaylik. Qo'rnam och qo'ygan oshdan olinglar. Qani, bismillah. Absamat? Bola Absamat, dard Absamat. Jo'ra. Rizqim qo'shilgan ekanda, Ke. Rizq ham o'lsin har kuni qo'shilmay. Qani. boshla. Sen boshlasan, kattasan. Ammo kattaman, ha? Men boshlashim kerak. Bitta qo'lim yuvaydi hozir. O'lib ketlaring, bo'ptimi, xo'pmi? Yursin. Tan.